Aziz birodarlar, Qal'atul Hasan degan Xumusning g'arbidagi bir qishloqqa keldik. Bu qishloqda juda ham tarixi uzun ekan. Shu yerlik xalqlardan ba'zi bir birodarlarimiz bizni kutib olib, mana bu yerda tarixini aytib beryapti. Bu yerda davlatni tarkibida bo'lgan, shu yerda avval xalq norozi bo'lib chiqqan paytda davlatni tarkibida bo'lgan nimalar bo'lgan? Davlatning askarlari bo'lgan. Va u musulmonlar xalqqa qilinayotgan zulmni ko'rib ajrab chiqib turib, davlatga qarshi birinchilardan bo'lib turib, qarshi janglarni boshlagan va buning natijasida bu qishloqni juda ham ko'p aviaudorlar bilan qishloqni tekizlab tashlagan. Lekin qishloq juda ham go'zal ekan va bu yerda tarixiy bir qal'a bor ekan. Inshaalloh sizlarga hozir safarimiz davomida ko'rsatib o'tamiz. Ushbu qal'a tarixi juda ham boy. Avvalida musulmonlar futuhat qilganlaridan so'ng juda ham ko'p solibiylar hamlasiga uchragan. Ketma-ket solibiylar hujumiga qaramasdan bu yerda mujohidlardan bo'lmish Zohir Bebars va boshqa buyuk sarkardalar istiqomat qilgan. Aziz birodarlarim, sizlar uchun maxsus eksklyuziv video qilishlik uchun Qal'atul Hasanga keldik. Bu Vizantiya, Rum imperiyalari, asosan bu Shom yerlarida Vizantiya imperiyasi bo'lgan. Shu Halabdagi shu mashhur qal'a bor. Shunga o'xshagan bu yerda ham Xumusning g'arbiy tarafida, Livan chegaralariga yaqin joylarda bu Qal'atul Hasan degan juda ham qadimiy qal'a bor ekan. Bu bir kichik bir qishloqda joylashgan ekan, lekin tabiati muborak Shom diyorini, bu qishloqlarini ko'rib ko'z to'ymaydi. Juda ham bir go'zal joylar ekan. Hozir qal'aning ichiga kirib ham sizlarga tanishtirib o'tamiz inshaalloh. Ushbu qal'a Xumus shahrining g'arbida 60 kilometr uzoqlikda baland tog'lar ustida joylashgan. Va bu qal'a eng yaxshi saqlangan tarixiy qal'alardan biri bo'lib, UNESCO tarafidan ham ro'yxatga olingan. Va bu qal'ani tarixi Idrisiylarga ham borib taqalar ekan. Qal'ani Qal'atul Hasan deb nomlanishi Kurd millatiga mansub bo'lgan odamlar istiqomat qilgan va Husun qal'asi degani kurdlarning qal'asi degan ma'nosi ham bor ekan. Aziz birodarlar, 1142-yilga qurilgan qal'a qariyb 1000 yil bo'lyapti. Holatini qaranglar, saqlanib qolgani. Subhanalloh. Tepalik ekan. Bu taraflar juda ham maşallah. Ustiga chiqdik. Endi pastdagi manzarani qaranglar. Maşallah. Tarixda xalifalar, podshohlar mana shunday baland joyga qal'alar qilib shunday yashashgan yani. Juda go'zal. Xumusni g'arbiy tarafini Livan chegaralarida joylashgan ekan bu. Dunyoda juda ham kam bu holatda saqlanib qolgan qasrlardan bittasi ekan. 1142 milodiy yilda qurilgan. Tasavvur qilinglar. Hozir biz 2025-yildamiz. Qanchalik tarixga ega bo'lgan qadimiy qal'a. Maşallah. Subhanalloh, hozir ustiga ham chiqishga harakat qilamiz. Qaranglar, biz o'zi juda ham tepasidamiz. Bundan ham tepa joy bor ekan, mana qaranglar. Past. Aziz birodarlar, mana bu yer qaranglar. Tagida deyapti, necha qavat bozorlar, hammomlar, tarixda shunaqa joylar bo'lgan ekan. O'sha yerda odamlar yashab, qullar xizmat qilib yurgan joylar bo'lganda. Subhanalloh. Juda go'zal. Allohumma barik. Mana tarixiy ana u firavnlarni nimasiga kira olishda ham shunaqa narsalar bor. Toshdan yasalganligi uchun minglab yillar bo'lsa ham ketmagan. Sherdir ramzimi shunaqa ekan, Allohu a'lam. Mana bu yerda qal'ada yomg'irning suvi o'zi yig'iladigan qilib turib, shunday sistema qilingan ekan. Bu ko'prik. Bu qal'a qaranglar. O'rtada mana suv.
Ushbu qal'a 2012-yil oxirlari, 2013-yil boshlarida mana bunday qilib bu yerda yashovchi xalqlar bosqinchi Bashar Asadga qarshi o'z hujumlarini, o'z qarshiliklarini bildira boshlagandan so'ng mana bu tarixiy narsalarga qaramasdan bosqinchi zolimlar bu qal'ani va uni atrofini mana bunday holatda bombardimon qilgan. قصف عنيف وطيران ميك على مدينة قلعة الحصن. Damashq va Xumus shahri oraligi 150 kilometr atrofida, Xumus shahridan so'ng Xumusning g'arbiga 60 kilometr, ya'ni Tartus taraflarga qarab yurilsa, Qal'atul Hasan qishlog'iga yetib borasiz. Ushbu qal'a va uni atrofidagi qishloq va shaharlar 2012-yil oxiridan 2014-yilga qadar mujohidlar nazoratida bo'lgan. Bosqinchi Bashar Asad va uni ittifoqdoshlari bilan bo'lgan shiddatli janglardan so'ng 2014-yil Xumus va uni atrofida bo'lgan barcha mintaqalarni tashlab Idlib tarafga chekinib chiqishlikka mujohidlar majbur bo'lgan. Biz ularni mana bu qal'aga qamal qilganimizdan so'ng bir qismini yo'q qildik va bir qismi Livan chegaralariga qochib ketdilar. وتم قتل أعداد كبيرة منهم وهروب بالباقي اتجاه الأراضي اللبنانية. Ushbu kadrda ko'rayotganingiz tasvirlar o'sha vaqtlarda mujohidlar chekinishga majbur bo'lgandan so'ng bosqinchi Bashar Asad kuchlari kelib mana bu qal'ani o'z nazoratiga olib qilgan tasvirlari. Allohning fazli marhamati bilan 2024-yil dekabr oyida mujohidlar keng ko'lamli janglar boshladi va Alloh subhanahu va taolo o'z fath nusratlarini berib, mana bu joylar yana mujohidlar nazoratiga o'tdi. Qal'aning ichida مسكر عشان العالم. quduq bor ekan, 1100 yillik quduq. Tasavvur qilinglarmi? Bozorga o'xshagan qal'aning ichi shuncha yillik tarixga ega bo'lgan quduqlar. Subhanalloh. Hozir ko'tarilishda davom etmoqdamiz. Juda ham, ya'ni qancha desam bo'ladi? 5-600 metr faqat mana shunaqa chiqib ketyapmiz. Qal'aning ko'chalari qaranglar. Mudofaa chiziqlari bo'lgan tarixda. Mana shunaqa yengil zinalar bilan qaranglar, ko'tarilib ketaverar ekan. Aziz birodarlar, mana bu toshlar bu yoqqa zina qilingan ekan. Bosqinchi Bashar Asad shu yerda ham mujohidlar bor deb turib, mana bu qaranglar, vayronagarchilik. Shu yerni ham aviaudorlar qilgan ekan. Alloh kifoya qilsin. Mana qaranglar. Subhanalloh. Lekin nima deydi? Bu yerda Muborak Shom diyoridaqa tarixiy joy juda kam bo'lsa kerak, Allohu a'lam. Hozirgi o'yoqda qulab ketgan zina mana bunday zina bo'lgan. Aviaudor natijasida qulab ketgan ekan. Bu qaranglar, tarixda 1000 yillik zina toshlardan qilingan. Odamlar qanday qilgan ekan o'sha vaqtda? Deysizda, subhanalloh. Endi qullar yordamida qilingan bo'lsa kerak. Bo'lib ham yana tepalik ko'tarilyapmiz. Bo'lib ham u paytda odamlar hozirga nisbatan ham savlat kattaroq bo'lgan deydi. Ba'zi topilmalar, suyaklar natijasi. Qal'ani eng baland joyga chiqdik. Bu podshohlarning balkoni bo'lgan bo'lsa kerak o'sha vaqtda. Bu qaranglar. Juda go'zal. Manzarani ko'rsataman hozir. Maşallah. Allohumma lakal hamd. Tepadan ko'rinish qaranglar. Yaqinlashgani cho'chiydi odam. Mana bu bitta qavat. Bu biz undan ham tepangi qavat turibmiz. Undan pastda qishloqning uzoqligini qarang. Mana bular podshohlarning anaqa kamonchilar turadigan mudofaa chiziqlari bo'lgan. Bu uzoqdagi shahar qishloqlar. Qal'aning eng tepangi qismiga chiqdik.
ya'ni mana shu bizni til bilan aytganda qasr bo'lgan ekan. To'g'risida taqriban 100 metr uzoqlikda qirolni qasr bo'lsa, bu o'sha qizini qasri bo'lgan ekan. Qaranglar, subhanalloh. Mana shoxni nimalari. Sharbatlarni qaranglar. Shu tepangi qavatlar. Mana bular mudofaa chizig'i bo'lgan. Qaranglar, kamonchilar tashqariga qarab ota oladi. Tashqaridan hech kim bularni mo'ljallash qiyin bo'ladi. Juda ham kichkina, ya'ni 10 sm taqriban eniga. Bu taraflar mana shohni qal'asi, shu yerda yashagan ekan. Mana yana mudofaa chizig'ilar. Videoda ko'rish bilan haqiqiy ko'rish boshqacha baribir. Nimagaki siz nima deydi? Tarixni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz, boshqacha narsani his qilasiz, subhanalloh. Shohning qasri. Tashqaridan shunchalik chiroyli ko'rinadigan joylar ekan. U hali ham qaranglar, mana bunday asarlar. O'sha paytda tushirilgan, toshga tushirilgan naqshlar. Mana endi sahna, qanaqadir sahna bo'lgan ekan. Bu bizni kutib olgan birodarimiz aytayaptiki, mana bu tog' Livan ekan. Mana shu tog'dagi o'sha Livan chegaralari. Bu yerlarda muborak Shom diyorida yurar ekanmiz. Mana bu qal'ada ham juda ham ko'pchilik savollar berdi. Sizlar qayerdansizlar? Bir ajib narsaga guvohi bo'ldimki, biz O'zbekistondan, O'rta Osiyodanmiz desak, mana bu joylarni tanishmaydi. Illo aytamizki, biz Imom Buxoriy, Imom Termiziy avlodlarimiz va Imom Buxoriy yurtidanmiz desak, mana shundagina ehtirom ila birdan tanishadi. Alloh subhanahu va taolo barchalardan rozi bo'lsin. Butun dunyodagi zolimlarga o'zi kifoya qilsin, mazlum birodarlarimizga o'zi yordam bersin. Xossatan G'azo ahliga Alloh o'zi nusratini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.